Agar 50 yoshga yetmasdan saraton kasalligiga chalinishni xohlamasangiz, ushbu 6 ta odatni darhol to'xtating. Birinchisi, plastik idishda ovqat isitish. Mikroto'lqinli pechda plastikni qizdirish natijasida mikroplastmassalar ajralib chiqadi. Ular ovqatingizga o'tib, organizmda saratonga sabab bo'luvchi gormonal muvozanatni buzadi. Ikkinchisi, kuygan yoki qovurilgan go'sht iste'mol qilish. Go'shtning qora, qirsildoq qismlarida karsinogen moddalar mavjud. Ular DNK ga bevosita zarar yetkazib, saratonni keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi, alyuminiyli dezodorantlardan foydalanish. Alyumin zarralari teri orqali so'rilib, ko'krak to'qimalarida to'planadi va o'smalar rivojlanishiga ta'sir qiladi. To'rtinchisi, telefon bilan uxlash. Telefonni yostiq ostiga yoki boshga yaqin qo'yib uxlash xavfli. Telefon tarqatadigan radiatsiya uzoq vaqt davomida ta'sir qilsa, saraton xavfini oshiradi. Beshinchisi, issiq mashinada qolgan suvni ichish. Plastik idishdagi suv sirda qolsa, undan zaharli BPA moddalari ajralib chiqadi va suvga aralashib, ichki a'zolarga zarar yetkazadi. Oltinchisi, har kuni shakar iste'mol qilish. Saraton hujayralari glyukoza bilan oziqlanadi. Organizmni shakar bilan to'ldirish orqali siz tom ma'noda o'smalarni oziqlantirgan bo'lasiz. Ushbu odatlarni hoziroq to'xtating yoki keyinchalik badalni sog'lig'ingiz bilan to'lang.